Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli tadbir yay tor radiosuning tingshirmanlari. Hammalarninki mushu vaqti va buniki vaqti xayrli bo'lsin. Bu dunyo va bu dunyodagi baxt saodatga to'lsin qadrli qarindoshlar. Men bu tadbir yay tor radiosini e'lon qilganning yanqisi hozir kamgacha 6000 dan jiq odam 6500 qatim tinchilibdi. Bundan keyin yana tinchilishini haqqasonlarninki mashinada mangan vaqtlarda, ishga berib kelgan vaqtlarda, bo'sh qolgan vaqtlarda vatanda nashr qilgan kitoblarning ovozliq kitoblarini, un kitoblarini tinchishinglarni, bundan keyin menimi o'qigan kitoblarimni tinchishinglarni umid qilaman.